Erim mani Instagramdan topganlar. O'sha payt, по-моему, открытый аккаунт edi. Hali отписаться qiladilar, hali отписаться qiladilar, hali like bosadilar, hali oladilar, yana qaytib. Короче, 2 kunmi shunday bo'ldi. Men Qurbon bayrami bo'lgan. Po-моему, shunaqa bayram bo'lgandi. Или nimadir. Menga yozibdilar SMS. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Keyin men tabriklarni qabul qilganman, men ham tabriklaganman. Shu bilan gap. O'shalarga men sizni bilaman, akayingiz va ukangizni bilaman, oilangizni bilaman, sizni borligingizni endi ko'ryapman. Ularning ukasi bor, singlisi bor yoki opasi bor deb o'ylamagandim dedilar. Boshida u kishi menga yoqmaganlar va men u kishiga seryozni qaramaganman. Nima uchun? Chunki 1,5 haftadan keyin men Rossiyaga ketishim kerak edi. Erim esa Rossiyadan kelganlarga 4 oy bo'lganlar, sartaroshlikni o'rganganlar va qanaqadir Rossiyaga ketish niyatlari yo'q bo'lgan o'sha payt. O'sha payt bizning отношенияmizni hech kim bilmasdi va biz tayinli, sekretniy отношения, sekretniy встреча, свиданиyalar qilib yurganmiz. Juda ham интересный quvnoq svidaniyalar bo'lgan. Xohlasalaringiz keyingi videoga aytib beraman.